Bilasizlarmi, shu yig'in bo'lsa ikki xil toifada kelin keladi. Birinchi kelin chista xizmat qilgani keladi. Ro'molini mana shunday boylab oladi. U yig'inda pasuda mo'yishib qolib kelgan bo'lasizlarmi, ofitsiant olib kelib qo'ygan bo'lsalarmi, qochinglar deydi. Ovqatlarni o'zi suzib tashlaydi. Tavanxonada nonlarni o'sha solib beradigan narsalarni paketlab, idishda o'g'larni yuvib, o'sha kelgan mehmonlarni qo'li ko'ksida hamma bilan ko'rishib, o'sha qolgan ishtovarlarni yig'ishtirib tashlab, stollarni artib, o'sha yig'in xuddi uning yig'inidek tinmay xizmat qiladi. Ikkinchi toifa kelin keladi. U kelin chiroyli ko'ynaklarini, keyingi kiyimlarini kiyib kelgan. U yangi kiyimlarni maqtangan kelgan. Unaqa ro'mol manda ham yo'q. U prosta chiroyli. U o'zini ko'rsatgani kelgan. Yangi tilla taqinchoqlari, yangi ko'ynaklari, yangi makiyajlari. U prosta o'tiradi, chiroyli bo'lib o'sha yig'inda.